Robotni qirlarda yuribmiz mana. 25 tonna kran bu. Ikkinchi. Sana qo'shilgan bo'ldi. Robotlarni yashil joylari ham bor. Qurigan joylari ham bor mana. Robotni ko'rmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozsanglar o'sha joyni ko'rsatishim mumkin. Kranni ichiga 4 gradus. Kansiyani qolma qo'shilgan. Tashqari bo'lmadim necha gradus bo'layapti hozir. Mana bu yashillar qo'lni tikkon. Chiroyli manzara. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariy yozsangiz ko'rsam. Qaysilar bo'ladigan. O'zimiz uchun suv olganmiz. Shapka, kaska, sumka. Hozir saralkamiz kam qolgan. Hozir borib saralka solamiz. Saralkamiz borib solamiz saralkani. Robot cho'ladi. Taraflari mana qurigan o'zi. Yaxshi joylari yana keladi. Shamol ozgina bor. Bu eng baland bo'ldimi? 48 gradus bo'ldi. Bu 8 ta skor bo'ldi. Hozir bizlar 3-skorda ketyapmiz. 3-skor, chunki yo'llar dag'ir ko'tarmaydi, resurs sindiradi. 25 tonnani sal tezlaydi, ko'targan amalga tushsa, bu resurs ketdi. Bundan oldin ham juda ko'p resurs sindirgan, shuning uchun 3-skorda asta spokойно boryapmiz. Çancha yuramiz hali. Skorga oldi. Sal tezlashamiz. 4ga oldi. To'rtta ketyapmiz. Yo'llari ozgina tekis ekan, shuning uchun 4-skorga oldim men. Har xil tukan bor joylari ham yashil bo'lyapti. Qolgan joylari sarg'ayib ekan. Yomg'ir yo'q, yoz fasli. Bu yerda hamma hayvonlar va hasharotlar bor. Shoxol bor, ilon, kaltarak kesak. Yana boshqa hayvonlar mavjud.
yovvoyi hayvonlar ham ko'p. Nurobodga kelganingizda bu tarafida sal hushyor bo'lish kerak. Echkemarlar ham ko'p, ilonlar ham ko'p, zaharli ilon, toshbaqalar ko'p, tipratikon. Yo'lda davom etamiz. Hali videolarni ko'rib boramiz. Obuna tugmachasini bosib qo'ying.